Assalomu alaykum hammaga. Ko'p ustalarimizning savollariga binoan bu videomizni ishlayapmiz. Ko'p joyga borsak, gips kartondan ustini qoplab yoki beton suvodan qilib chiqarib, avval qilib chiqarib qo'yishadi. Bu ortiqcha mehnat, ortiqcha xarajatlarga olib keladi. Eng oson, optimalniy usuli MDF yoki laminat listlardan roverda avval shaklida chiqartirib o'rnatib olganmiz. Gips kartonsiz bambuk panelini aylana shaklda buklash uchun karkazi tayyor. Ustunimizni ustiga o'rnatib olganmiz. Bu ustunimizni aylana shaklida ko'rsatish uchun ichki karkazi. Sizlarga hozir buni ustiga shu bambuk panelimizni roverda iz ochib kelganmiz. O'rnatishimizni ko'rsatib beraman. Panelimizni mana moslab ko'rdik. Kamchiliklarni to'g'irlab yopishtirishga tayyor qildik. Endi mana kilaylarni surib olganmiz. Chalalarni mana surib to'latib qo'yamiz. Boshladik. Bismillah. O'rnatib olgan bambuk panelimizning uzunligi 370. Hamma yoqda 3 metr bo'lsa, uni biz 370 ligini o'rnatyapmiz. Qan ketdi. Ko'rib turganingizda bambuk panelimizdan bir tarafini o'rnatib oldik.